Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va yutuqimiz ishg'ololari biznes boshlayman degan aka-ukalarimizga. Xudo xohlasa yana bir gazoblok uskunamiz, avtomat reskamiz, 4 vallik avtomat reskamizni Andijonga, Shahrixonga o'rnatish jarayonida xudo xohlasa akamiz oldin qolib ruchnoy stanoklar olgan, o'zlari tayyor qilib mana bunaqangi relslarni qilib qo'ygan. 20 dona, 23 dona qolipi bor. Birinchi 5 dona hop yerga moslashgan qolipi bilan olgandi. Endi akamiz xudo xohlasa undan yo'g'imiz 5 dona yer qolipi, undan yo'g'i rels qolib olgan. 20 dona. Mana 20 dona qolipini xudo xohlasa hozir ruchnoy reskada ishlashayotgan edi. Mana ko'rishinglar mumkin, sushilkasi akamiz qoliplar tayyor kesilgan holatda chiqib ketgan. Ishlarimiz tayyor holatda bo'lyapti. Hozir sushilkalar qurish jarayonida. Xuddi shunaqangi sushilkadan 2 dona qilingan. Bu yog'i oddiy faqat quyib chiqiladi. Endi avtomat reskamiz o'rnatilyapti. Xudo xohlasa avtomat reskamizda kesib xuddi mana shu sushilkaga yana qaytib kirib ketiladi. Yana обратно u sushilka narigi chekkasidan chiqib mishalkalarimiz oldiga boradi. Mishalkalarimiz oldiga borib yana обратно quyilib mana shu xuddi avtomat reskamizga kirib kelaveradi. Yo'nalishimiz oddiy. Bu yoqdan kirib ketib, bu yoqdan chiqib yana bu yoqdan ketiladi. Hop, relslarimiz xuddi shu holatda. Qoliplarimiz bordlar taxlangan holatda turibdi. Qoliplarimiz ham xudo xohlasa ideal holatlarda ko'rishinglar mumkin. Mana bularni tekis holatda ochmagan bordlarimiz, eshiklari, ruchnoy reskalarimiz. Bu yoqda mana sushilkamizni birinchi qismi bu. Bu birinchi qismidan quyilib, bu yoqqa kelgandan keyin kesilib, bu yoqqa o'tib ketaveradi. Bu yoqda asosiy sushilkamiz quritiladigan. Avtomatli reskamizni 4 vallik reskamiz qulaylik tomonlari. Hop, bu reskamiz ikki tomon tortib aralashib hisobiga. Hop, g'ishimizni bu yoqdan bu yoqqa siljitib qo'yish hisoblari bo'lmayapti. 10 li razmerlarda ham qo'yadigan bo'lsangiz, bemalol tagigacha aralaveradi. Ko'pincha mana turvali reskamiz, ya'ni 1 vallik reskamizda 10 li razmer qo'yadigan bo'lsak, tagigacha kesmay qoladigan holatlar bo'lib qolyapti. O'sha hisobiga bu yilgi sezon 2026-yilga to'g'ri 4 vallik reskalarimizni olib kelib qo'ydik. Bu yilda faqatgina xudo xohlasa shunaqangi reskalarda o'rnatamiz hamma joyga nasib bo'lsa. 1 vallik reska kerak degan insonlarga ham 1 vallik reskani ham yana ham takomillashganroq variantlarni qilib beramiz. 4 vallik so'ragan insonlarga 4 vallik reskalarimizni qilib beramiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilsa, xudo xohlasa sifatli qilib olib borib ustunaga qilish harakatini qilamiz. Reskamiz diagonallarni qo'yildi, o'rnatish jarayonlari, tormozlar qilinyapti, xudo xohlasa.